Bugun kardiologiyada bemorlar tomonidan yo'l qo'yiladigan top 3 ta xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi, ko'krak qafasida yoki yurakda og'riq bo'lganda bemorlar qon aylanishini yaxshilayman degan maqsadda jismoniy yuklamalar berishni ko'paytiradi. Bu esa ishemik o'chog'ning kengayishiga va bemorning og'ir ahvolga tushib qolishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, shifokor tomonidan buyurilgan qon bosimini tushiruvchi dori vositalari yoki qon suyultiruvchi dori vositalarini noregulyar ravishda ichish yoki shifokor maslahatisiz ichishni to'xtatib qo'yish. Uchinchidan, bemorlarda alkogol mahsulotlarini qon suyultirish maqsadida iste'mol qilish holatlari kuzatiladi. Bu juda ham xavfli holat hisoblanadi. Bunda dastlab birinchi kunda qonda biroz suyulish kuzatiladi va ertasi kundan qonda kuchli qon ivish jarayonini kuchayishiga sabab bo'ladi va infarkt va insult xavfini juda ham oshirib yuboradi. Agar sizni ham shunaqangi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, maxsus check-up dasturimizga yoziling va aniq yechim toping.